1,5 milliard dollarlik boylikka ega Gulnora Karimova haqida 3 ta fakt. Birinchisi, Gulnora 1972-yil 8-iyulda Farg'ona shahrida tug'ilgan. 1989-yilda esa Toshkent davlat iqtisodiyot universitetining xalqaro iqtisodiyot fakultetiga o'qishga kirish uchun Toshkentga ko'chib kelgan. Ikkinchisi, Karimova nafaqat O'zbekistonda tashqi ishlar vazirining o'rinbosari bo'lgan, balki biznesda ham faoliyat yuritgan. Ucell, Perfectum Mobile, Hyatt Regency Tashkent, Ichanqal'a Premium, T-City Presidential Hotel, Samarqand Darvoza, Anhor Park, Credit Standard Bank, Quvasoy sement zavodi, Bekobod sement zavodi, Fond Forum, TV Markaz, Softs, Forum TV ularga tegishli bo'lgan. Uchinchisi, 2008-yilda Gulnora Karimovaning birinchi turmush o'rtog'i Mansur Maqsudiy bilan ajrashganidan so'ng ularning 2 farzandi Islom Karimov va Imona Karimova onalarida qolgan. Hozirda ular Londonda yashamoqda. Bu videoni yaqinlaringizga yuboring va Millionerlar klubiga obuna bo'ling.